Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun kelib 5 ta mijozimizga servis vizalari chiqqan. Aeroportda olib kuzatish jarayonida turibmiz. Bir og'iz so'zingiz. Abduvohid aka tomonidan vizalarimiz o'rildi. Dastlabki ishi bo'yicha ketyapmiz. Abduvohid akaga rahmat. Salomat bo'linglar. Xudo xolisi borganinglardan keyin kuryerchilik sohasidan bizga video o'zingizlar jo'natib tursanglar juda ham xursand bo'lamiz. Jarayon qanaqa o'tdi siz uchun? Qiyin bo'ldimi, oson bo'ldimi? Buncha vaqtda chiqishim kutmagandim, lekin o'ta tez chiqdi. Akajon shunga rahmat. Salomat bo'ling. Tanishganimdan juda ham xursandman hammalar bilan. Agar sizlarga ham servis vizalari kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlar ham shu qatorda turib aeroportdan uchib ketishni xohlasanglar, tez fursatlarda albatta bizga murojaat qilishinglarni so'rab qolaman. Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Yuqorida ko'rgan videodagi bizni yuborgan mijozlarimizni biri bilan suhbat qilib o'tamiz. Ismlari Bahodir aka. Ular sizlarga aynan Serbiya davlatida qancha viza chiqadi, qancha muddatda viza chiqadi va jarayonlar haqida batafsil ma'lumot berib o'tishga harakat qilganlar. Bir oyda qancha daromad qilsa bo'ladi, til bilish shartmi, shart emasmi, shular haqida sizlar to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Buning uchun albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Videoni boshlashdan oldin like va podpiska tugmasini bosib qo'yinglar, zero hammaga bu video manfaatli bo'lsin. Serbiyalarning ko'chalari shunaqa ekan-da. Bugungi pagoda ozgina yomon edi-da, abitgacha yomg'ir bo'lib hozir ham yomg'ir to'xtab turibdi. Juda ham yaxshi. Sizni xudo xolisi ishdanja vaqtingizni olib qo'ymaymiz. Shu sababdan qisqa savollarimizni beramiz. Javob olsak qolganlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, birinchi o'rinda viza chiqish muddati sizda qanchani tashkil etdi? Bu narsani videoda ham aytib o'tgansiz, men odamlarga yana boshqadan eslatib o'tish maqsadida so'rayapman. Viza chiqish muddati menda shu 1,5 oydan 2 oygacha vaqt ketgan. Juda ham yaxshi. Biz ham hozirgi paytda aynan shu muddatda etgan holatda odamlar bilan shartnomalar imzolayapmiz. Gapimiz yolg'on emasligini isboti ham shunda deb bilamiz. Xo'p, Bahodir aka. Hozirgi paytda necha soat kuniga ishlayapsiz sir bo'lmasa? O'rtacha. O'rtacha 12 soat ochganman. O'sha abitlarni o'chirib 10 soat, 11 soat ishlayman-da. Zo'r, juda ham yaxshi. Bilishimiz bo'yicha bir kunda 30 ta zakaz yopadigan bo'lsa, har kuni transportingiz va yotoq joyingiz hammasi tekin bo'ladi, kompaniya hisobidan bo'ladi, to'g'rimi? 30 ta emas, 31 donadan to'g'ri keladi kuniga, ya'ni qonunga ko'rsataman. Ko'rsataman. 2015-daga bizga 17 ming dinar pul beradi. Bu yotoqxona ko'ranaga arenda pulini yopoladi-da. Ekran yaratidan ko'paytirsam ancha yaxshi. Endi ancha yaxshi ko'rinyaptimi? Albatta, ancha yaxshi ko'rinyapti. Tushunishim bo'yicha, demak, 200 ta dastavka qilsangiz 17 ming dinar beradi va bu dastavkani transportingizni va yotoq joyingizni yopib beradi, to'g'rimi? Albatta, bu har haftasiga 17 mingdan bergandan keyin bizning transport va arendamiz 20 ming dinardan pul ishlab qolinadi. Agar buni ursak, har haftaga ursak, bu bizga arenda puli tekinga tushadi. Juda ham yaxshi. Arenda puli va yotoq joy tekinga tushadi. Hozirgi paytda agar ishlolmay ahvol ancha yengillar uchun bu yengillashtirilgan ham, ya'ni 155 ta urganga 5500 dinar, 170 ta urganga 8500 dinargacha berilgan. Keyin 3 oylik challenge ham bor. Bu 3 oylikda 7000 dinar berilgan. Bu ancha vaqtda 160 ta 5000 dinar. Bunaqa challengelar bizga o'ta ko'p bo'lib turadi, mavsumiy pagodaga qarab. Tushunishim bo'yicha dastavkada ishlagan holatda kuniga 10 soat, 11 soat ishlaysiz, oyiga sof daromadingiz nech pul tashkil etyapti o'rtacha? O'rtacha men xarajatlarimdan tashqari 1300, 1,5 minggacha topsa bo'ladi. Men hozirda ham zakaz kutib o'tiribman. Juda ham yaxshi.
Xo'p, hozirgi paytda bizani ko'rayotgan odamlarga aytib o'tmoqchimanki, yuzlarini ko'rsatmayotganlarning sababi har xil odamlar bor. Aytadi-ku, do'st bor, dushman bor deydi. Shu sababdan yuzlarini ko'rsatgilari kelmadi. Xo'p. Ham o'sha ham faqat yomonligi sababli biz kaskada yurishga majburmiz o'zimizning безопасный texnika bo'yicha. Serbiyani aynan hozir qaysi shahridasiz? Serbiya Belgrad viloyat anasida poytaxtida. Belgrad O'zimizda Toshkentdagilar. Juda ham yaxshi. Belgrad. Shahar haqida o'zingizni qisqacha taassurotingizni aytib o'tsangiz, qanaqa odamlari qanaqa? Rus tilini bilgan holatda ishlab qiynalmasdan yashasa bo'ladimi? Rus tili bu yerga o'ta keraksiz til deb tushunaman, chunki bular rus tilini tushunmaydi. O'zing serbi va ingliz tilida o'ta yaxshi gaplashadi. Iloji boricha ingliz tilini bilib kelganiga ancha yaxshi, lekin bu xalqi o'zidan boshqa kishini bilmagani uchun, ya'ni birov bilan ishi yo'q, bee'tibor bo'lgani uchun ishlash qanaqa tilda bo'lsa ham ishlash juda oson. Ham buning yanagi Pulojniy pomosh joyida anagi o'zbekchani perevod qilib anagi yozadigan, keyin klient nima deb yozsa o'shani o'zbekcha perevodi qo'shilganda, bu ancha oson. Bo'ldi, men siz juda ham yaxshi tushundim. Tushunishim bo'yicha programma shunaqa moslashtirilganki, mijoz tomonidan sizga o'zini xohlagan tilida yozgan taqdirda ham sizga o'zbekcha tarjimasi bilan chiqib keladi. Shu sababdan til bilmagan holatda ham bemalol ishlasa bo'ladi, tushunishim bo'yicha. Maniki masalan restoranning ana служба anagi pomoshiga turba обязательный deb men rus tilini tanlaganman. Men buni bossam, menga o'zbekchasiga perevod qilib chiqarib beraman maniki. Majburiy sumka degan. Ha, zo'r. O'zbeklar uchun menga ancha oson bu. Juda ham yaxshi. Yotoq joylaringiz qanaqa? Yotoq joylaringiz yaxshimi? Qoniqtiradimi? Ha, yotoq joylar yaxshi. Bizga yotoq joy hovlidan olingan, chunki bizda pastga velosiped bo'lgani uchun velosiped ko'tirib shu hovliga qo'yadigan qilib, domlar emas, bu har xil ko'ngilchiliklar bo'lmaydi. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Men o'zim texnikamni ko'rsata olaman, ya'ni velidasiz. Velida juda ham yaxshi. Qarang, hozirgi paytda yotoqxonangizda nechta odam bo'lib turasizlar? Bitta xonada 3 kishi, 4 kishi bo'lib turamiz. 3-4 kishi. Oyiga qancha rasxod qilasiz agar dollarga chaqqanda? Yeb-icharingizga. Yeb-icharga bizga unda ko'p ketmaydi, chunki biz hamma narsani ko'chadan yeymiz. Osonlikcha uydan ovqat qilishga vaqtimiz yo'q-da. Hozir ham siz bilan gaplashayotganda ham takas bilan anagi bo'lib qoldim. Ha. Juda ham yaxshi. Ko'chalar ancha chiroyli ekan. Ishlashga yaxshi bo'lsa, asosiysi odamlar negativ bo'lmasa, shunisi o'zi katta yutuq hisoblanadi deb o'ylaymiz. Masalan, bu yerda udobniy tomoni skor pomishga yog'anagi asosiy yo'l doim ochiq. Keyin minsalar tomonlama bizga hech qanaqa to'xtatishlar yoki ishdan qoldirish usullari yo'q-da. Masalan, Rossiyada to'xtatib, qanaqa dokumentatsiya, nima maqsadda yuribsan degan savollar o'ta ko'p bo'lardi. Bu yerga kelganimiz beri to'xtatgani ham bizga qanaqa yordam kerak, sen nimani izlab kelding degan ma'noda to'xtatgan. Bu bizning ishimizga ancha yordam berish maqsadida to'xtatgan, lekin nima dokumentatsiya, qayerlikdan deb to'xtatgani yo'q holi. Bo'lmasin ham. Juda ham yaxshi. Xo'p, bo'ladi. Strixovka qilib berishdimi? Ish beruvchi tomonidan sizga strixovka qilindimi? Ha, qilingan. Zo'r, juda ham yaxshi. Ish tomonidan bizga hamma ishlashga bo'lgan dokumentlar to'g'rilanib bo'lgan. Hozirda biz 1 yillik aytuvchi dokument qilyapmiz. Inshaalloh bu ham chiqib qolishi kerak. Xudo xolasa, Bahodir aka, ishingizga rivoj bersin. Aynan Serbiya haqida o'zingizga qiziq bo'lgan faktlar haqida yana bir og'iz aytib bera olasizmi? Masalan, bironta bir joyni topolmay berilgan lokatsiya bo'yicha topolmay qolsangiz,
istagan odamingizni to'xtatib so'rasangiz ham yordam bera oladi. Masalan, Rossiya boshqa hududlarda o'zing tilini bilmasangiz, u sizga to'xtab yordam berishga harakat qilmaydi. Juda ham yaxshi. Xalqi bo'yicha o'ta yaxshida. Zo'r. Siz hozir Glovo'da ishlayapsizmi yoki Voltda ishlayapsizmi? Biz hozir Glovodamiz. Glovodasiz. Glovo Volt bitta restoran, bitta ofisdan zakaz olib ketishi mumkin. Hozirda Volt xodimi kelib zakaz olib kelyapti. Juda ham yaxshi. O'z ishingizni, o'rningizni topib olib, o'zini iziga tushib olgandan juda ham xursandmiz. Sizni necha oy bo'ldi jo'natib yuborganimizga? 6 oy bo'ldi, shu aprel 22 6 oy bo'ladi. Biz o'sha tufayli biz 1 yillik aydiga harakat qilyapmiz. Yaqinda 1 yillik aydimiz ham chiqishi kerak ferma tomonidan. Zo'r. Bundan keyin biz 6 oylikni tugatdik vizani. Juda ham yaxshi. Bahodir aka, siz bilan gaplashib juda ham xursand bo'ldik. O'z ishingizni topib olganingizga, xudo xolisa bu videoni o'zimizni ijtimoiy tarmoqlarga joylab, ketmoqchi bo'lgan odamlarga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ishlaringizga rivoj, xudo xolisa yana aloqaga chiqamiz, Bahodir aka. Bahalo aka, menda hozir zakaz tufayli meni shoshilinch gapirib qo'ydim. Agar boshqa vaqtda bemalol soatlarimni o'chirib, bexotirjam gaplasha olamizda. Xo'p bo'ladi. Biz sizga yana alohida boshqa savollar bilan murojaatga chiqamiz. Siz uyda shu xotirjam bo'lgan paytingiz vaqtini oldindan aytadigan bo'lsangiz, shu paytga yana bitta efirga chiqib, savollarimizga to'liq javob olamiz. Qolganligi ham manfaatli bo'ladi inshaalloh. Agar bu yoqdan keladigan bolalar tomonidan ham qanaqa savol tushsa, o'shani aytsangiz, qo'ldan kelgancha savoliga javob berib, sizga manfaat beradigan video ishlaymiz bundan keyingi safar. Inshaalloh, aytganingiz kelsin. Aka, kattakon rahmat vaqtingizni ajratganingiz uchun. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Bo'ldi aka. Zakazingizni olish bitta jarayonni ko'rsatasizmi? Mana shu videoni to'xtatmagan holatda. Mana shunaqa jarayon. Bu kompaniyada bitta avtomatni turba sumka so'ragan. Men 5 sumka kirganim uchun ozgina suhbatim cho'zilib ketdi. Asosan bunaqa suhbat bo'lmaydi. Faqat zakaz nomeri aytiladi va o'sha zahotda olinadi-da. Zo'r. Bo'ldi. Bitta ko'rganimiz ham ancha yaxshi bo'ldi. 5 sekundmi, 10 sekund davomida zakazingizni olib chiqib ketdingiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Eson-omon yetkazib berish nasib qilsin. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, Bahodir aka. Rahmat kattakon efir uchun. Hurmatli obunachilarimiz, mana hozirgina Serbiya davlatiga 6 oy oldin jo'natib yuborgan Bahodir aka mijozimiz bilan suhbat qilib o'tdik. Suhbat jarayonida o'zlarini ko'rsata olmadilar, sababi shlemda ekanlar va do'st dushmanning oldida o'zim ko'rsatmaydigan ma'noda, endi har xil odam bor, o'zlarini ko'rsata olmadilar. Lekin asosiy sizlarni qiziqtirgan savolingizga javoblarni berib o'tdilar. Bu narsa uchun Bahodir aka sizga kattakon rahmat. Instagramga joylanadi bu. Pastiga havola orqali yoki kommentariyada o'zingizlarni qiziqtirgan savolinglarni yana bersanglar, Bahodir akaga albatta yetkazamiz va tez orada sizlar bergan savolga Bahodir akani o'zlari Serbiyadan turgan holatda javob berib o'tadilar. Marhamat, yozishingiz mumkin.